Assalomu alaykum Master Tom YouTube kuzatuvchilari. Biz Namangandamiz va aynan bu mahallada yonma-yon turgan ikkita obyektni ikkalasini ham Master Tom kompaniyasi qilgan. Aynan bu tomni ham va bu tomni ham. Birinchi tomga oldin qaytganmiz. Bugungi e'tibor markazimizda chap tomonimizda turgan tom. Ketdik birga ko'ramiz. Ko'rib turibsizlar, ajoyib bitgan polni Rossiya magnitogorsk. O'zi polni Rossiya magnitogorsk bo'lsa, bizning obunachilarimiz o'zi hammalariga to'liq ma'lumotni berib boramiz shu sabab. Hali ixlosingiz boshqacha, magnitogorsk. Ha, endi umri uzoq, aka. Zo'r. Aynan bu manzilimiz agarda namanganlik bo'lsangiz, kelib ko'rib ketishingiz ham mumkin. Chortoq yo'li Gulto'konning oldidan shuna kirganda shunaqa hashamatli binolarni tomini yopib qo'yganmiz. Aka, necha kvadrat? 1100 kvadrat chiqqan. 1100 kvadrat. Endi buni usti profnasil aka. Ha, ikkinchi etaj oddiy profnasil bo'lgan, oldilari hozirgi Master Tomkamizdan qilib berganmiz. 100% qilib berilgan. Hammasi bitta rulonmi yoki aksessuarlari? Bitta rulondan chiqqan. Ikkinchi etajni bo'shqa qilib beramiz desa, u yergalar yo'q, bitta rulondan olamiz dedilar. Jiddiy nozik. Hamma elementar narsalarni talab qilasiz. Ertaga kanyopi tumkasi 2 xil o'chmaydi. Misol, bir Rossiyan tumkasi, xudo xolasa, o'chadi hammi bu? Ma'lum miqdorda o'zgaradi o'zimiz tumkalar. Necha yilda? 10 yilda o'zgaradi. Ha, 10 yilgacha deyman. Ha, bu tumkamiz xudo xolasa 20 yildan o'zgarmaydi. Gap yo'q. Endi qarang aka, uyi ichiga kiramiz. Uyi tashqarisi bir tema ekan, ichi bir tema ekan. Tomdan ham bitta ko'rsataylik ichida. Tom ichiga ham chiqamiz. Ketchi alohida. Voy, uy ichini qarang, boshqa dunyo. Boshqa dunyo. Chertoji bormi aka bu? Yo'q, uyimizda chertoj yo'q. Fonni o'zimiz dizaynerini qilib berganmiz. Parapetini ham, ustunlarimizni ham. Shu san'at asari chertoj chiqdimi? O'zimizda, qo'limizdan Gap yo'q. Sizni tajribangiz, bazangiz katta aka. Xo'p, arkalarga nechta arka? Arkamizni ko'rib turibsiz, hovlimiz ichida 4 ta bo'lgan, ko'cha fasad qismimizda 2 ta bo'lgan. Ko'cha fasad qismini ham ko'rdim-da, darvoza qismi ustidagi arkalari, betonlari. U nima? Uy egalari o'ta aniq odamlar, yuraklari tor, hamma narsani detallarigacha e'tibor berganlar, xohlagan narsalarni chiqarib bergan. Tommi sizlar ish boshlaysizmi va qaysi holatda ish boshlagansizlar? Seysmofoizda kelganmiz, polni to'sinlarigacha, parapetlarigacha o'zimiz qo'limizdan chiqqan hammasi. Hammasi sizlardan chiqqan. To'sinlarni ham o'zingizlar tashagan. To'sinlari ham o'zimizda, nimamiz xizmatimizda bor. Qarang aka, o'zingizni qo'lingizdan chiqibdi. Tom ichiga ham chiqaylik aka. Xo'ma, aka bemalol tom ichidan ham bemalol yoritib borsangiz bo'ladi. Yuring, birgalikda chiqamiz. Tomni ichini ham ko'rib turibsizlar, tashqi tomondan, ichki tomondan va tomni ichki ko'rinishi ham o'ta zo'r, o'ta elementar narsalarga ham e'tibor berib ishlangan aka. Hamma narsani ustasi gapirsam aka. Batafsil ma'lumot bering. Tomimiz ko'rib turibsiz, o'sha trenddagi oltin tomimiz. Ustullari ko'rib turibsizlar. Ustullari hammasi brus bo'lgan, o'ta sarroflarimiz aka. Chekkaga qizil pochoq ishlatib berganmiz. Nima bu arzonligi uchunmi endi bu? Bu donasi hozirgi kunda 100 ming so'm turadi o'rtacha. Necha metr bo'ladi? 3 metr bo'ladi aka. Yuk ko'tarishi zo'r. Bunga arra tegmagan bo'ladi, yumaloq bo'ladi. O'ta baquvvat chiqadi. Nima uchun arra? Bu arralash qiyinmi? Yo'q, ustunimiz o'ngon brusimizga misol stenodan arrada chiqsa, bunga umuman arra tegmagan narsa bir yaxshi bo'ladi. Ustunlikka xudo xolasa o'ta baquvvat bo'ladi. Strapilliklari. Strapilligimiz aka 14 ga 3,5 santimetrlik bo'lgan, abrushetkamiz 10 ga 2 lik bo'lgan. Qarang, endi mana shu yerda YouTube format bo'lgani uchun, YouTube'dagi kuzatayotgan ustalar uchun, obyekt egalari uchun ham bitta foydali ma'lumot bo'lib ketsin. Ko'pchilik mana shu shag qo'yishda, shagni bir-biriga to'g'irlashda, oldi qismlarida xato qiladi-da. Shuni qanaqa qilsa sodda bo'ladi? Qanaqa yaxshiroq bo'ladi? Mana shu tumkamiz ko'rsatingni, boshlanishi 10 santimetrda, abrushetkamizdan o'tib ketadi. Shu sabab 29 santimetr qo'ytiramiz boshlanishini, keyingilarni har bittasini 25 santimetrdan qo'ytirib chiqamiz. Shunda shag necha bo'ladi? O'ralig'i shunda 35 santimetr tumka zavkasini berilsa bo'ladi. Endi bitta narsa ko'pchilik e'tibor qilmaydi. Tumkani 35 santimetrlikka polni qoqib qo'yishadi, boshlanishini 5 santimetr zavga berib qo'yishadi. Buni zavodga borganda shunisi katta rol o'ynaydi, tumkani boshlanishi. 10 yoki 5. Shunga qarab turib 8 besh. Aka qarab turing. Bu sizda hozir 2 ga 8 a? 2 ga 8 25 santimetrdan oraliq masofasini qotirilgan. Shunda shag 35 santimetrga xuddi mana shu. Sentr to'g'ri keladi. Sentr to'g'ri keladi. Zo'r. Foydali bo'lgan bo'lsa, like qizartirib qo'yinglar. Zo'r. Sarofliklari.
sarrofligimizga 10 kun burut ishlatganmiz, ko'rib turibsiz. Har bitta ustunimizda tevada bitta, pastda bitta uglovlarimiz bor. Ustunimiz umuman qimmatli. Haqiqatda bundoq kuzatib tursanglar, har bitta burchaklarda ugoloklar bor. Ugolokka qo'shimcha skop ham bor. So'ra aka gap bo'lishi mumkin emas. Biz strapilligimiz ham aka oldiga 2 metrli ishlagan, tepaga 4 metrli. 6 metrli strapilimiz silikon bitta tushgan. Atqo chiqmaydi. Endi mana shu yerda qarang. Sentr balandlikdan to strapilli uchigacha 6 metr. 80 cm uklon bor tomonimizda. 1 metrda 80 cm. Yo, mana shu seli shundami? Shunda seli 80 cm u tarafga ham, bu tarafga ham o'tdan ko'targanmiz. TV sentrimiz bir xil bitta liniyada aylangan. Umumiy obyektda TV sentr bir xil. Bir xil nurli bitta olganmiz. Gap Vida buzilmaydi. mumkin emas. Kartonlarni qo'yib, menimcha tom suvog' ham yaqinroq. Tom suvog'i juda ko'pchilik savol berishadi. Ko'rib turibsiz, 100% strafilni tugatib tom yoptirgandan keyin loyini bostirishsa yaxshi bo'ladi. Sababi ustunimiz polniy to'sinlikka qotadi. Sabab yog'ochlarimiz hammasi bir-biriga svyaz bo'lib tomga chiqib ketadi. Shobadada umuman uchib ketmaydi. Mana e'tibor bersanglar bo'ladi. Muhammad Master doimo devorga yaqin, asosga yaqin va to'sinlikni ustiga to'sin qo'yadi. Bu как bo'ladi? Bu bir-biriga svyaz bo'lganligi uchun shunaqa holatda qilamiz. Demak, bizning tavsiyamiz strapil bitgandan keyin tunki yopishdan oldin loy suvog' qilgan yaxshiroq. Ha, yaxshi bo'ladi. Tomlari loy ham o'ta joyida chiroyli quriydi. Yomg'ir yog'sa ham panada bo'ladi. Faqat bitta zarar tarafi bor, strapil sarg'ayib ketib qoladi. Qorayib ketib qoladi. Bor bo'ladi deymiz. Bugungi kontentimiz sizga maksimal ravishda foydali bo'ldi deb umid qilamiz. Qandaydir bir tom borasa savolinglar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda bemalol yozib qoldirsanglar bo'ladi. Va sizlarga podключ, beg'al va sifatli tom yopish xizmatlari kerak bo'lsa, butun O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz yoki qo'shni davlatlarga ham xizmat ko'rsatamiz. Quyidagi raqamlar orqali aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Telegram, WhatsApp 24/7 aloqada. Salomat bo'ling, Muhammad aka, rahmat. Sog' bo'ling.